Assalomu alaykum Aziya platform muxlislari. Faqatgina Aziya platformda bo'lgan katta assortimentimizni bugun sizga birma-bir tanishtirib o'tamiz. Eng flagmanimiz bo'lib turgan 35WP modelimiz stroyniy beton nasos bilan jihozlangan. Bu modulni konstruksiya kerak emas payti yechib olib qo'ysangiz bo'ladi. Ikkinchi modelimiz 35WG modeli, ko'rib turganingizdek surgich bilan jihozlangan. Yangi kabinada pnevmosijeniya elektrический skorslarda full varianti. Menga yangisi kerak emas, menga eskisidan olib ishlataman deganlar uchun bunaqa eski kabinaligidan ham olib kelib qo'yganmiz. 35W modelimiz. Поворотный kabina bilan. Keyin menga atvali kerak emas, yangi kabina, pnevmosijeniyalari bilan kerak deganlar uchun yangi kabinalik pnevmosijeniya skorslar elektriskiylardan ham olib kelib qo'ygan. Xuddi shuningdek, bizda GBC 35 burilmaydigan kabinalik variantlarimiz ham sotuvda mavjud. 2.6liga o'tadigan bo'lsak, VD modelimiz, ko'rib turganingizdek atvallik variantimiz. Menga atval kerak emas deganlar uchun 26W ni o'zi va shuningdek 2.6li modelimizni kabina burilmaydigan varianti ham sotuvda mavjud. Hozir biz sizlarga oddiy kabina bilan va buriladigan kabinaning farqini ko'rsatamiz. Nalichada bo'lgan hamma assortimentimizni sizga ko'rsatdik. Kimnidir qaysidir model qiziqtirgan bo'lsa, kommentariyaga o'sha modelni yozib qoldiring va biz sizga qaytib aloqaga chiqamiz.